Istig'for har qanday yaxshilikning kaliti. O'zining qattiqqo'l tuzumi va xavfli mahbuslari bilan dunyoda mashhur Guantanamo qamoqxonasida muddat o'tagan bir odam hikoya qilib aytadi. Men 3 oy to'xtamay istig'for aytdim. Bir kunda sanog'i 15-20 ming atrofida bo'lardi. Shu istig'forlarning sharofati bilan qalbim xotirjamlikka erishdi. Allohga yaqinlashganimni his qildim. Har qanday vaziyatga xotirjamlik bilan yondashadigan bo'ldim. Shu darajaga bordikki, qamoqxonadagi barcha mahbuslar menga yaxshi muomala qiladigan bo'lib qoldi. Qalbimda nimani xohlasam, Alloh o'sha narsani menga biror kishi sabab qilib muhayyo qilardi. Hayit bayrami yaqinlashib qolgandi. Ichimda oilam, farzandlarim bilan hayit bayramini kutib olsam edi, degan xayol o'tdi. Istig'for aytishdan to'xtamadim. Hayitdan bir kun oldin xushxabar keldi. Mening qamoqdan ozod etilganim xabarini aytishdi. Ana shundan keyin men hammani istig'for aytishga undaydigan, insonlarga istig'forni ko'paytirishni doim ta'kidlaydigan bo'lib qoldim. Bir qiz universitetni bitirib, ish topolmay yurardi. Boshqa tomondan turmushga chiqishi ham kerak edi. Yaxshi, iymon insofli turmush o'rtoq qidirardi. U doim Allohga istig'for aytib, duo qildi. Istig'forning barakasini, fazilatini sezib, zikrdan to'xtamadi. O'ziga kunlik ma'lum miqdorda istig'for aytishni vazifa qilib olgandan 2 oy o'tar-o'tmas Alloh unga solih turmush o'rtoq va halol kasb nasib qildi. Istig'forning barakasi, fazilati, kuchi haqida har qancha hayotiy hikoyalarni aytsak, hech tugamaydi. Asosiysi, har bir inson istig'forni o'ziga lozim tutishi va doimo uni aytib yurishi kerakligini his qilsa bo'ldi. Istig'forning bu hayotda fazilatlari ko'p bo'lgani kabi, narigi hayotda ham foydasi juda bisyor. U gunohlarimizning kechirilishiga sabab bo'ladi va savoblarimizni ko'paytiradi. Abdulloh ibn Abbos ibn Abdulmuttalib roziyallohu anhudan ushbu hadis rivoyat qilinadi. Nabiy alayhissalomning ortlarida edim. Menga: "Ey bola, senga bir qancha so'zlarni o'rgataman. Allohni yod et. Alloh seni yod etadi. Allohni yod et. Uni ro'parangda topasan. Agar so'rasang, Allohdan so'ra. Agar yordam istasang, Allohdan yordam ista. Bilginki, agar ummat senga biror yaxshilikni qilish uchun yig'ilsa ham, Alloh sen uchun bitib qo'ygan narsa bilangina manfaat bera oladi. Agar senga biror narsa bilan zarar berish uchun yig'ilsa ham, Alloh sening zararingga yozib qo'ygan narsa bilangina zarar bera oladi." Qalam ko'tarildi va sahifalar quridi, dedilar. Qadimda qamishdan tayyorlangan qalam siyohdonga botirib yozilgan va varaqdagi yozuvlar qurishi uchun ilib qo'yilgan. Qalam siyohdonga qayta botirilmas ekan, undagi suyuqlik quriydi va qog'ozga tegsa ham yozmaydi. Hadisdagi gapning ma'nosi shuki, Alloh taqdirimizga hamma narsani bitib qo'ygan. Undan ko'pi ham, ozi ham bo'lmaydi. Kimdir foyda keltiraman desa, o'sha bitib qo'yilgan narsaga ko'ra bo'ladi. Xuddi shunday zararlar ham undan boshqacha bo'lmaydi. Qalblari Allohga bog'liq edi. 4 do'st Tabukdan 60 kilometr uzoqlikdagi bir joyga bordi. Ular ertalab 9larda jarlikka tushdilar. U joy yer yuzasidagi katta chuqurliklardan biri bo'lib, unga tushish hayot uchun xavfli edi. Do'stlar esa shu xatarni ma'qul ko'rib, tavakkal qildilar. Chamasi yarim soatlarda jarlik tubiga yetib bordilar. Qaytib chiqmoqchi bo'ldilar, lekin shomgacha urinib, yuqoriga ko'tarilishning uddasidan chiqa olmadilar. Toshlarga osilib, tepaga chiqishga harakat qildilar-u, silliqlik va qiyalik ularni sirpantirib yuborardi. Ba'zan esa oyoq qo'ygan toshlarni uqalanib ketardi. Dars ketgan teshik joylarni topishardi, lekin sig'ishmasdi. Holdan toyishdi. Oyoqlari ham yara bo'lib ketdi. Chanqoqlik shu darajaga yetdiki, hatto o'limni o'ylay boshladilar. Ammo qalblari Allohga bog'liq edi. Allohdan boshqa saqlovchi yo'qligiga ishonardilar. O'zaro guvohlik berishlaricha, birlari Allohga zorlanib duo qildi. Chanqoqlik uni o'lim chegarasiga olib kelgandi. Biroq hayratlanarlisi, shu topda inson qadam bosmagan, buning imkoni ham yo'q bo'lgan ayni joyda shisha idishda tiniq va toza suvni ko'rdi. U sheriklariga ham yetadigan suvni topganidan emas, balki o'sha lahzada Alloh u bilan birgaligidan shodlanardi. Bildiki, shu onda shishani hozir qilgan Alloh bu halokatli safardan ularni qutqarishni saqlashini iroda etdi. Uning xayolida shishadagi suv o'limdan najot topish belgisidan ko'ra hafiz zotning saqlovchiligiga ishonsa edi.
Ular tepaga chiqqanlarida qorong'u tusha boshlagandi. Kiyimlari yirtilgan, oyoqlaridan qon oqqan, lekin Allohga bo'lgan iymonlari atroflarini o'rab turgan tog'lardan ulkan edi. Bu yigitlar dastavval o'z kuchlari va epchiliklariga tayangan bo'lishlari turgan gap. Shuningdek, Allohga ham bog'langanlar. Biroq barcha harakat va urinishlari ish bermagach, oxiri sabablar hech vaqo emasligi, balki Alloh ularni foydali qilsagina manfaat berishini yanada angladilar. To'g'rirog'i, siqildilar. Shuning uchun so'nggi ohlarini o'ziga yo'lladilar. U chorasizlar ohini eshituvchi zotdir. Zikr Allohni yaxshi ko'rish bilan aytiladi. Ba'zan insonlar musibatga uchragan vaqtida har doim yonida yurgan yaqinlari g'oyib bo'lib qoladi. Yaqin qarindosh, hatto aka-ukalarda ham goho shunday holat kuzatiladi. Inson kimgadir suyanishi kerak bo'lganida birorta tayanch topa olmay qoladi. Xuddi yakka o'zi tubsiz ummonda qolib ketganday bo'ladi. Bunday holatlarda inson zikr, istig'for, qo'yingki Allohga yolvorish bilangina ushbu ummondan sog'-omon chiqa olishi mumkin. Bir ayol boshdan kechirganlarini hikoya qilib aytadi. Men juda ko'p kasallikka uchraganman. Kambag'allikda yashaganman. Hatto erim talog'imni bergan. Bir vaqtning o'zida ko'plab muammolarga duch kelganman. Barcha mas'uliyat o'zimning zimmamda qolib ketgan. Ko'p ishlarni bajarishim kerak edi. Shunday vaqtda atrofimda yakka yagona Allohdan boshqa birorta yaqinim qolmagan. Ertayu kech unga istig'for aytib, iltijo qilib yurardim. Shundan so'nggina menga baraka yomg'iri yog'di. Farzandlarimning ham birma-bir yumushida Alloh baraka berib qo'ydi. Uyimiz yo'q edi. Alloh menga o'ylamagan joyimdan uy berdi. Kasalligim ham tuzalib ketdi. Ammo men zikr va istig'forlarimni biror narsani umid qilib aytmaganman. Allohni yaxshi ko'rganimdan va undangina suyanganim uchun aytganman. To'g'ri, Alloh tashvishlarimni ketkazsin degan maqsadim ham bo'lardi, lekin u ikkinchi darajali edi. Alloh yengillik berib qo'yganidan keyin ham istig'for aytishdan to'xtamadim. Bilamizki, bunday qiyinchilik kunlarda inson Allohdan boshqasiga bog'lanmay qo'yadi. Insonlarning ko'ziga bu holat musibat bo'lib ko'rinadi. Ammo u odam Allohga bog'langanidan, unga tinmay nido qilayotganidan mazza qilib, rohatlanib yashaydi. Shuning uchun qiynalgan bir inson bilan gaplashsak yoki o'zimiz qiynalib, shunday ahvolga tushgan paytlarimizni eslasak, Allohga yaqinlashganimiz, u damlarni qo'msaymiz. Chunki o'sha paytdagina banda chin tayanch bo'lgan Allohga suyanganini, undan o'zgasiga ehtiyoji bo'lmaganini biladi. Endi puli ko'payib, hamma ishi o'z tiziniga tushib ketganidan keyin esa inson o'zmi ko'pmi davlatiga, atrofdagilariga ishonib qoladi. Pulim bor-ku, muammolarimni hal qilaman deb o'ylaydi. Buning aksida esa biror ishini hal qilishga mablag'i, kuchi bo'lmaganidan keyin Allohga suyanadi, uning samarasini jannatda olaman deydi. Sabablarga suyanib qolmaslik. Shayx Muhammad Taqiy Usmoniy hikoya qiladi. Otam rahmatli tavba umidida gunoh qilib yurganlarni hasharotlar chaqqanda o'qiladigan ruqyani bilishiga ishonib, o'zini chayonga chaqtirgan insonga o'xshatardi. Bu to'g'rida Devband Dorul Ulumda ishlab yurgan kezlarida sodir bo'lgan ajoyib bir voqeani aytib bergandi. Kechqurun otam chiroq nurida ish qilib o'tirganida onam bir yumush bilan narigi xonaga chiqmoqchi bo'lgan. Lekin hasharotlar chaqib olishidan qo'rqib, chiroqni so'ragan. Unda birgina chiroqdan boshqasi bo'lmagan. Qilayotgan ishiga kimdir xalaqit berishini otamga ma'qul kelmasdi. Shunda u kishi onamga chaqsa zarari yo'q, chunki men unga qarshi ruqyani bilaman, degan. O'shanda qorong'u uyga chiroqsiz kirgan onamni Allohning taqdiri bilan chayon chaqib olibdi. Otam qayta ruqya o'qisa ham zaharning ta'siri ketmabdi. Tajribadan o'tgan. Odamlarga o'qigandan zararni ketkazgan boshqa duolarni o'qib ko'rsa ham foyda bermabdi. Otam bu voqeadan 3 ta dars olganini aytadi. Inson o'zini oliy sanab, xuddi Allohga ehtiyoji yo'qdek katta gapirmasligi kerak. Ikkinchisi, ruqya dori vositalari boringki, hamma narsa qanchalik tajribadan o'tgan, kuchli bo'lishiga qaramay ta'sir etishda Allohning irodasiga muhtojdir.
Uchinchisi, bu voqea hali tavbaga fursat topishiga ishonib, gunoh qilayotgan insonning misolidir. Xuddi Ruqiya yordamga kelmaganidek, gunoh qilib yurgan inson uchun tavba fursati topilmasligi, balki undan oldin o'lim kelib qolishi mumkin. Bordi-yu, tavba qilishga vaqt qolgan taqdirda ham Alloh unga tavbaga tavfiq berishi kim kafil bo'ladi? Balki Alloh uni bundan mahrum qilib qo'yishi mumkin. U esa keyin tavba qilishini o'ylab, Alloh uni kechirishiga ishonib, ko'ra bila turib harom va qaytarilgan amallardan to'xtamaydi. Alloh o'zi asrasin. Orzularingga erishish uchun Allohga murojaat qil. Inson unutmasligi kerakki, Alloh har bir bandasini ihota qilib olgan. Ularning ahvollaridan butkul boxabardir. Xoh tashqi bo'lsin, xoh yashirin ichki holati bo'lsin, hammasini biladi. Sizga hayot qanchalik qiyin bo'lib ketgan bo'lsa, buni ham Alloh taolo ko'rib, bilib turibdi. Bunday paytlarda sizni tashlab ketganlar ko'p bo'ladi. Ularning orasidagi eng yaqin do'stlaringiz, hatto aka-ukalaringiz bo'lishi ham mumkin. Ammo Alloh hech qachon sizni tashlab ketmaydi. Shuni unutmangki, banda Rabbiga muhtoj ekan, u zot hech qachon uni tark etmaydi. Hatto Allohdan biror narsani so'ramasa, unga yuzlanmasa ham uni tashlab qo'ymaydi. Asosiysi, Alloh yaqinida ekanini bilsa va shunga ishonsa bo'ldi. Har bir inson tug'ilib yasharkan, albatta biror narsaga qiziqadi. Orzu-havaslari bor va ularga erishish uchun qattiq harakat qiladi. Shu orzularimga yetishsam, o'zim qidirgan baxtni topaman deb o'ylaydi. Ba'zilarda esa orzu-havas tugamaydi. Bittasiga erishsa, ikkinchisi paydo bo'laveradi. Bu holat ko'pchilikda bor. Inson esa shunday yaratilgan. Bir kishi aytadi: bir kunda 100 marta istig'for aytardim. La havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim deb takrorlardim. Yana har kuni Baqara surasini o'qib chiqardim. Qalbim xotirjamlikni his qila boshladi. O'ylagan orzu-maqsadlarimga Alloh taolo kutganimdan ko'ra kuchliroq suratda yetkaza boshladi. Eng katta niyatim Allohning baytini ziyorat qilish, haj amalini ado etish edi. U zot bu maqsadimga ham yetishtirdi. Baytullohni ziyorat qildim. Hozirgi kunda Allohim menga farzand bergin deb istig'for aytyapman. Shubhasiz ishonamanki, Robbim buni ham ato etadi. Allohga unga iltijo qilgan hech bir bandasini noumid qoldirmaydi. Barchasiga maslahatim, istig'forni ko'p aytinglar. Istig'for kulfatlarni ochuvchi kalit. Odamlar maqsadlariga erishish yo'lida ko'p pul topib harakat qilsam, orzularimga yetaman, mol-dunyoyim bo'lsa, baxtli bo'laman deb o'ylaydilar. Lekin haqiqat bundan boshqacharoq. Saodatga erishish, baxt mevalarini terib olish uchun albatta Allohga suyanishimiz kerak. Har qanday vaziyatda, maxfiy bo'ladimi, oshkorami, Allohning zikridan bo'lishimiz darkor. Shunda Alloh taolo bizga orzularimizga erishish sabablarini muhayyo qilib qo'yaveradi.